yangi shahrimda eng yoqqani mana bunaqa O'zbekistonning mashinalarini uchratsa bo'ladi. Bunaqa sifatlardan juda ham ko'p ko'rdim. Odam ko'rib maza qiladi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan men hali ancha bo'lganda video qo'ymaganimga. Chunki bunga o'ziga yarasha sabablari bor. Men yangi shaharga ko'chib o'tdim. Oh my god! Wow! O'sha ko'chishlar bilan, o'qishlar bilan bo'lib vaqtim bo'lgani yo'q. Hozir endi yana hammasi joyiga qo'yib oldim. Xudo xolasa bundan keyin yana videolar chiqarishni boshlayman. Bugun bo'ladigan bo'lsa, men yangi shahrimda bitta obzorini ko'rib chiqamiz. Okay, let's go. Hozircha menga yangi shahrim juda ham yoqyapti. Chunki bu yerdagi atmosfera juda ham boshqacha. Haqiqiy Yevropani beradigan atmosfera, uylari ham, ko'chalari ham. O'shanga menga juda ham yoqdi. Yangi ko'chib o'tgan shahrim. Eski ko'chib o'tgan shahrimdan unaqa uzoq emas. Bir yarim soat yoki 1 soatlik yo'l uzog'i. Yangi shahrimda eng yoqqani mana bunaqa O'zbekistonning mashinalarini uchratsa bo'ladi. Bu kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Akasi, kamina ajdaho jangchisi. Bunaqa sifatlardan juda ham ko'p ko'rdim. Odam ko'rib maza qiladi. Hozir biz shaharni bilan sentriga yetamiz. Bu sentrda juda ham chiroyli joylar bor, magazinlar, har xil binolar, juda ham chiroyli qurilgan. Shunaqa binolarni ko'rsaman. Nice. Bu ozgina sho'pilli shahar ekan. Shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Kommentariy yozib, like bosib qo'yishni unutmanglar va obuna bo'lib qo'yinglar. Yozuvchimizga kamida linkda bo'lishimiz kerak. Va kommentariyada o'zingizga qiziqtirgan mavzularni yozib qoldirsanglar, o'sha haqida ham video chiqamiz. Sizlar bilan birga bo'ldi. Keyingi videolargacha. Tschüss.